Salom do'stlar, cho'zib o'tirmayman. Bu video Monkat haqida bo'ladi. Monkat aslida nima? U qanday ma'noni anglatadi? U qayerda yaralgan? Jami nechta qahramon va mahluqchilar bor? Yaqinroq o'tirib oling. Bu savollarga yaqin daqiqalar ichida javob olasiz. Monkat so'zi Monster Cat, ya'ni mahluqlar poygasi degan ma'noni bildiradi. Multfilm Pokemon yoki Beyblade uslubidagi ko'plab elementlarga ega. Monkat 2017-yili Janubiy Koreyada ishlab chiqarilgan animatsion serial bo'lib, unda asosiy qahramon Jin va uning ajdarhosi Draka o'zlarining poyga sarguzashtlari orqali yovuz kuchlarga qarshi kurashishadi. Monkat jami 46 ta poygadan iborat. Bu esa aniq fakt. Monkat Janubiy Koreyaning Studio Mir kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan. Studio Mir 2010-yil tashkil etilgan va qisqa vaqt ichida dunyoga tanilgan kompaniyalardan biriga aylandi. Studio Mirning ommabop multfilmlari orasida The Legend of Korra Amerika animatsion serialida animatsiya ishlab chiqishda ishtirok etgan. Do'stlar, siz hoziroq pastga tushib kanalimiz rivoji uchun obuna va layklaringizni bosib qo'ying. Siz hech o'ylab ko'rganmisiz? Monkat O'zbekistonning qaysi studiyasi orqali o'zbek tiliga birinchi bor o'girilgan? Topdingizmi? Topolmagan bo'lsangiz javobni eshiting. Monkat o'zbek tiliga birinchi bor O'zbek Telefilm studiyasi orqali o'zbek tiliga o'girilgan. Monkat multserialida 30 dan ortiq asosiy qahramon mavjud. Jin Hayes Monkatda eng ko'p poyga o'tkazgan qahramon. U 21 ta poyga o'tkazgan va 15 ta g'alaba, 1 bora durang va 5 bora mag'lubiyatga uchragan. Monkat multseriali so'nggi vaqtlarda top reytingning top 10 taliga kirdi. Bunga asosiy sabab qilib multfilmning qiziqarliligi va qahramonlik va sarguzashtga boyligi ko'rsatiladi. Do'stlar, video sizga yoqdimi? Yoqqan bo'lsa o'z fikringizni bildirib qoling. Kanalga obuna bo'ling, like